Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Sizlarga yana bitta Matiz MX mashinasini topib qo'ydik. Juda ham go'zal holatda saqlangan ekan. So'kish ham eshitmagan ekan. Egasini aytib qo'ydi, mashina ichki holatlari. Matiz qiziqadigan odamlar bo'lsa olsanglar bo'ladi. Вообще go'zal holatda turibdi. Sidinalari ham urinib ketmagan. Salon holati mana mashinamiz. Avtomobilimiz metan gazlari bor ekan. 2023-yilda metan gazlarni, hop, 116.000 km masofani bosib o'tgan ekan. Balonlari ham yangi ekan, balonlar olmasalar ham bo'ladi. Motor holatlari pechat turibdi, motor umuman ochilmagan. Go'zal holatda saqlangan mashina ekan. Olsanglar baraka topasizlar. Hop, pastda egasi nomi bilan qoldiramiz. Narxini $4200 deyapti. O't beradigan joylari bor ekan. Bemalol telefon qilib